Bu video sherikchilik qilib pand yegan va sherikchilikni boshlash arafasida turganlarga qaratilgan. Videoni oxirigacha ko'ring va maslahatlarimizdan foydalaning. Sherikchilikdagi asosiy 10 ta xato. Birinchi eng asosiy xato ishonchga haddan ziyod suyanib shartnomani qilmaslik. Ko'plar bizda o'zimning yaqin og'aynim bo'ladi yoki tug'ishgan akam, ukam degan sabab bilan sherikchilikni shartnomasini yozma ravishda qilishmaydi, balki soddagina og'zaki tarzda tuzishadi. Bu esa kelajakda tomonlarning nizolariga olib boradi. Nizolar esa ko'pincha aloqalarning uzilishligi va boshqa qayta ko'rishmaslik kabi salbiy oqibatlarga olib boradi. Sherikchilikdagi ikkinchi asosiy xato bu shartnoma og'zaki tuzilsa ham uning noto'g'ri tuzilganligidir. Endi shartnomalarni tuzishdagi asosiy biz e'tibor bermaydigan yoki xato qiladigan o'rinlarni sanab o'taman. Shartnomada tomonlarning vazifalari va mas'uliyatlari aniq ko'rsatilgan bo'lmaydi. Kim marketing qiladi, kim sotuvga javobgar bo'ladi, kim hisob-kitobni yuritadi, bu vazifalar aniq belgilangan bo'lishi kerak. Va mas'uliyat, ya'ni agar savdo yurishmaydigan bo'lsa yoki ko'zlangan maqsadlarga erishilmaydigan bo'lsa, tomonlardagi mas'uliyat nimalar bilan qamrab olingan bo'ladi. Bularni tomonlar albatta shartnomada ko'rsatib ketishlari kerak. Ba'zida ko'proq sarmoya kiritgan yoki ko'proq vaqt va mehnat sarflagan tomon boshqalar bilan bir xil yoki undanda kam ulush olishi mumkin. Bunday adolatsizlik uzoqroq muddat ichida sheriklikni ichidan yemiradi. Keyingisi, shartnomada qaror qabul qilish tizimining yo'qligi yoki yaxshi yoritilmaganligidir. Qanday masalalarni boshqaruvchi sherikni o'zi hal qiladi va qanday masalalarni barcha sheriklar kengashib hal qiladi. Kam ulushga ega bo'lgan sherikning huquqi qanday himoyalanadi? Kim veto huquqiga ega va eng so'nggi qarorni kim qabul qiladi? Agar shu masalalar oldindan hal qilinmasa, tomonlar qaror qabul qilish tupikiga kirib qoladi va o'zaro tortishuv davom etaveradi. Keyingisi, foydani taqsimlash rejasi yoki tomonlarning sheriklikdan chiqish yoki uni exit deymiz, chiqish strategiyasini yo'qligi. Shartnomada bu masalalar ham ochiq-oydin kelishib olinishi kerak. Oldindan foydani qanday taqsimlaymiz? Ulushlarni qanday va kimga sotamiz? Yoki biznesni o'zini uchinchi tomonga sotamizmi degan masalalar oldindan kelishib olinsa yaxshi bo'ladi. Uchinchi xato hisobotlar tizimi va moliyaviy shaffoflikning yo'qligidir. Ko'pchilik sheriklar oyma-oy natijalarni ko'rib turmaydi. Hisobot bo'lmagandan keyin insonda shubha paydo bo'ladi. Boshqaruvchi sherik ba'zida biznes xarajat bilan o'zining shaxsiy xarajatlarini aralashtirib yuboradi. Natijada foyda to'g'ri hisoblanmaydi yoki dvayno buxgalteriya yuritadi va tushum xarajatlarni to'g'ri hisobini yuritmaydi. Bu esa qolgan sheriklarda ishonchsizlik tug'diradi. To'rtinchi xato uzoq muddatli strategiya va puxta ishlab chiqilgan biznes rejaning yo'qligi. Sheriklar ko'pincha birinchi 6 oy uchun reja tuzadi. Keyingi 1 yil, 2 yil, 3 yil bormi? Yo'q. Strategiyasiz biznes xuddi xaritasiz cho'lga chiqqan musofirga o'xshaydi. 5-xato bitta odamga haddan ziyod bog'lanib qolishlik. Odatda bizdagi sherikchilik ishlari bitta odamga, g'oya va tashabbus egasi, ya'ni boshqaruvchi sherikka, founderga juda qattiq bog'lanib qoladi. Muvaffaqiyat o'sha sherikning bilimiga, mehnatiga, aloqalariga, energiyasiga bog'liq bo'lib qoladi. Agar uning rag'bati so'nsa yoki sheriklikdan chiqib ketsa, kompaniya cho'kadi. 6-xato sheriklarning qadriyatlari bir xil emas. Kimdir tez boyishni xohlaydi, kimdir barqarorlikni, kimdir riskni yaxshi ko'radi. Qadriyatlar mos kelmaganda sheriklik uzoqqa bormaydi. 7-xato sheriklar biznesni yaxshi niyat bilan boshlashadi-yu, ammo kelgusi faoliyatni tizimsiz yuritishadi. Ko'plab bizneslar narsa yurib qolar degan optimizm bilan boshlanadi. Ammo tizim, jarayon, monitoring, shartnomalar, KPI va shu singari
tizimni yaxshilaydigan unsurlar bo'lmas ekan, har qanday yaxshi niyat bir kun tugaydi. Niyatning o'zi kifoya emas. Sabablarni professional va eng mukammal shaklda qilish ham kerak. 8-xato. Sheriklarning malakasini va kompetensiyasini real baholamaslik. Do'stlik bilan kompetensiyani aralashtirib yuborish bizda keng tarqalgan xatolardan biri. Biznesda ish biladigan, natija bera oladigan sherik kerak. Shunchaki yoqimtoy bo'lish kifoya emas. 9-xato. Sheriklar o'rtasidagi nozik masalalarni ochiqchasiga muhokama qilmaslik. Maoshni belgilash, biror sherikning uquvsizligi va vazifani uddasidan chiqish yoki chiqa olmaslik kabi masalalar bizning jamiyatda juda hassos va qandaydir uyatli mavzu hisoblanadi. Shuning uchun sheriklar buni o'z vaqtida va qat'iyatlik bilan isloh qilishga botini olishmaydi. Va eng oxirgi 10-xato. O'rganmaslik, xatolardan saboq chiqarmaslik va ishning egalariga borib konsultatsiya olmaslik. Bizdagi bizneslarning 90%da yuridik konsultant bo'lmaydi. Moliyaviy reja ham bo'lmaydi. Baholash bo'lmaydi. Ortiqcha xarajat nega kerak degan yondashuv oxir-oqibat qimmatga tushadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sherikchilikda ishlayotgan yoki sherikchilikka qiziqayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.